Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga bir kichik bir tarixni aytib o'tib ketay deb niyat qildim. Birinchi telefon ishlatganim mana bu Nokia 3110 bo'ladi. 2008-yilda ishlatganman. Judayam zo'r telefon. To universitetga kirganimgacha ishlatganman 2014-yilgacha. Keyin orada bir Nokia S5 ishlatganman. U ham knopkali telefon bo'lardi, mana shunga o'xshagan. Undan keyin Samsung S2 ishlatganman va mana bu telefonim Samsungdan keyin Samsung J2 telefoni bo'ladi. Buni 19-yil ishlatganman. Bu telefon tarixiy telefon hisoblanadi. Hozir dadam ishlatyapti. Sababi shundaki, YouTube kanalim mana shu telefonga ochilgan do'stlar. Tarixda asosiy sababi shu. Birinchi qo'ygan videolarim shu telefonda olingan. 2022-yildan bu telefonni oldim, A52 ni. Buni xotirasi 16 GB edi. Buni xotirasi 8 ga 128. Juda ham zo'r telefon. Shu bugungacha qilgan barcha videolarim mana shu A52 telefonida olingan. Samsung. Va obunachilarni shuncha poddeshkasi bilan mana bu telefonni oldim do'stlar. Galaxy S23 Ultra Samsung. Endingi videolar mana shu telefonda bo'ladi. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turinglar. Obunachilarimiz 7,5 mingta bo'ldi. Hammaga rahmat. Telefonlarni o'zi buni ukamga berdim. Shuning uchun video qila olmadim. Korobkalarini ko'rsatdim. Buni esa o'zida videoga olyapman. S23 Ultrada. Tanishlarga tarqatib qo'yasizlar. Kim qanday telefonlar ishlatgan yoshligidan yozib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.